Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib, akalar havas qildim deb yozib turinglar. Inshaalloh hammamizga mana shunaqa zo'rlardan minglab boqish nasib qilsin. Juda ham ko'plab akalarimiz asosan sog'liqlardan chiqarishimizni so'rashyapti. Akalar, ekranda qarshi yaxshilab o'rnashib olinglar. O'tgan yillar rasa bu Boburjon do'stimiz bilan portatardik. Assalomu alaykum aka. Siz kelib qoldingizmi? Assalomu alaykum Vulqon Uz kanalining ashaddiy obunachilar. Bormisiz? Ha aka, xudo xolosa qo'ldan kelganicha xizmatdamiz. Barakasini bersin. Obunachilarga aka irg'achini raza ko'p so'rashyapti. Kommentariylarda ham ko'rib qolyapman, siznikida ham olib keldik aka. Barakasini bersin. Birinchi partiyamizga 70 bosh. Videoni o'tkazmay obunachilar. Oxirigacha ko'rib, like'lar bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh aka narxini ham qo'yga beramiz. Xolos. Endi qarang, bu yilgi sezonga yangi kanalimizga. Ha, bu yilgi sezonda narxlarni bir bomba qilib bering, obunachilar sifatida ishga obunachilar ko'nglida aka yaxshi joy olamiz. Xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha qo'yga beramiz aka. Narxni boshladik-a? Ha, birinchi partiyamizga aka 70 bosh, hammasi urg'achilar aka. 70 ta hammasi lekin qo'l-oyoq uzun ekan-a? Hammasi udor narsalar aka, to'rto'y narsalar. Hozir mana unga hozir ham qo'chqor qo'shsa bo'laveradi shekilli. Bemalol aka, bemalol qo'shaveradi. Bo'ybasini qaranglar, qo'y bo'lib qolgan. Soni 70 ta. Ha, 70 ta aka soni. Sifat sorti o'ta chiroyli a'lolaridan mo'g'ul. Yarichka deyapti-yu. Oq o'riklardan qaranglar, yuz oqlaridan, o'zi sariqlaridan. Xo'p, yosh oyligini bir 5-6 oyga bersa bo'laverar ekan-a? Ha aka, o'zi mana tulayapti. Mana. Qo'zlar. Akalar, ikkita simjon variant taqdirgan akalarimizga. Mana. Qachga ekan mashkalasi ham, ha? Mana o'zi ham udor narsa aka, mana uni ko'ring. Bunaqalarni qanaqa topib kelyapsiz, Ha, obunachilar uchun aka, xudo xolosa xizmatdamiz-da. Akalar, mana qaranglar, haligi bunisini olaman desangiz, bunisini olgingiz kelyapti, bunisini desangiz, unisini olgingiz kelyapti. Haligi 10 ta olaman degan odam bosh qotadi mana shuni ustida. Yo'q aka, xudo xolosa. Qaysi birini olaylik? Bemalol, shuni haydab olsa ham, aqa ham, baqa ham kelishaveramiz bugun aka. Yengil qo'yamiz. Akalar mana qo'ldan kelganicha. Xudo xolasa har tarafdan ko'rsatyapmiz. Masofadan kuzatadigan akalarimiz bo'lsa, qanaqadir kamchiliksiz ko'rishlari uchun yeb ichish yaxshi ekanmi sinab oldingizmi? Yeb ichishigami, xudo xolasa 1 hafta 10 kun bemalol. Har doimgidek. Qo'y borishadi aka, qo'y borgandan keyin pul berishga shashilmasdi aka. Yem hashak berib, oyoq qo'lini ko'rib, yarim soat 10 minut shopir qarab turaveradi. Ko'rib pul berishaveradi bemalol. Barakasini bersin mana. Hurmatli obunachilar, yeb ichishini birato'la uyingizga borganda ko'rib olsangiz ham bo'ladigan holatda. Bemalol aka. Avvalo tepasiga kelganda Boburjon bitta yem hashagini soling bir ko'rib olaylik desangiz. Shunday aka, tepasiga kelib ko'rishdi, bemalol tavsiya qiling aka. Qo'ydan uyaladigan joyi yo'q deng. Yo'q. Qo'yib turgan narximizdan siz ham men ham uyalmaymiz aka. Qo'ldan kelganicha. Qachon keldi bular? Charchog'ingizga bilinyapti. Kecha kuni kechki payt tushdi-da aka. Qo'ldan kelganicha olib keldik, internetga chiqardik. Pardazandazini qilib uni tarab netib, element saqlanimiz yo'q. Qanday kelgan bo'lsa? Shunday turibdi. Lekin aka, pardaz qilib bir $500, $400 qo'ymaymiz aka. Yo, endi qarang, boquvchiga pardozini keragi yo'q. Baribir o'sha qo'raga kiradi. Shunaqa qo'yni tanagan qo'yni bilgan odam shunday videoda ko'rganda o'zi biladi aka. Nech pul qo'yamiz o'zingiz narxidan gap ochib qoldingiz? Narxidanmi aka, xudo xolosa qo'yga beramiz. Videoni cho'zmaymiz. Tas aytamiz aka. Buni bir joyga olsin aka. 4 million 500 ming so'mdan kamini qilib beraylik. Kamida men shuni yaqin qilib bersak bo'lmaydimi? Aka, narxini 4 million 300 ming so'mdan olasiz. Yana o'tadigan joyingiz bormi? Kanalimizda yangiz bir chiroyli qilib bitta. Yo'q, bu safarga hech bo'lmasa, birinchi safarga bir yo'lida qilib bering. Obunachilarimiz olsin. Ko'ryapmiz, bozorda ko'ryapmiz 5 million. Yo'q aka, birovni qo'yasiz, olishtirmayman. Yo'q, 5,5 ham qo'yayotganlar bor. U taraf endi hammani qozoni boshqa. Bizniki optim, ko'ryapsiz-ku. Qo'lda bering. Xudo xolasa video chiqmasdan ham 70-80 sotilib ketyapti. To'g'ri. Bir joyga olsin 4 million 200 ming so'mdan. Baribir aka, Allohdan baraka topsin. Optimiga xayri bormi? Aka, hammasini bitta tortaman uka desa, kamini xayrini qilib beramiz. Aytilingan narx yo'q bizda aka, qilib beramiz. Xudo xolasa o'tib beriladi. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, qo'y qilib olaman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Sababi hadib ham bunaqa katta partiyada chiroyli sog'liqlar kelmaydi. Eng asosiysi sezonni ham yakunlab qoldik o'zi asli.
Bundayda aka, Qo'chqordan qimmat yuribdi ekanda sog'liq. Global muammo uyda buydi. Yo'q aka, bizda o'sha sog'liq o'zini o'rnida, Qo'chqor o'zini o'rnida. Barakasi bersin. Og'adan baraka topsin. Akalar yirik, mayda shularalsa emas. Tepasiga kelinglar. Buni avgustga, sentyabrga Qo'chqor qo'shaman degan akalarimiz bo'lsa, haqiqiy sizlarga mos tushadigan variantda. Dastlabkilar qayergacha bo'ladi? Aka, dastlabkilarini xudo xolasa 70 tasini olaman desa aka, O'zbekiston bo'ylab beramiz aka. Aha. Qo'chqor kerak bo'lsa, o'zim shaxsiy boqyap turaman Qo'chqorlarni aka. 1 metr 95 boqyap turaman, zo'rlardan bor aka. Gap yo'q. Telefon qilishingizni qilib beraveramiz aka. Barakasi bersin. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi? Keyingi partiyalamizga Qo'chqorlar aka. Olib chiqamiz ularni? Ha, ularni ham olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga Qo'chqorlaridan, Qo'chqor o'zini savlati bilan Qo'chqor a? Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar yirikligini. Yemga aka buni ham bemalol tashishaveradi, olib borib. 150 kilo, 200 kilo qilib, chiroyli qilib biz tipkaga, seleksioner akalaringizga bemalol tavsiya qilavering aka. Hozir yemni ham akalar 100 gram, 200 gram emas, 300 gram, 400 gramdan xotirjam yo'rada bemalol yemini. Bemalol aka, sorti toza narsalar hammasini aka, urug'i bor. Sonini 25 ta deysizmi buni? Bulardagi soni 25 ta. Endi o'zi asl akalar soni juda ko'p. Aynan mana shu partiyaga 25 dona. Qo'ydi ichidan aka liderini tanlab 25 ta 30 ta qilib qo'yganmiz-da aka. Tanlashga ham, ko'rishga ham oson qilib. Bu ham o'zi 80 ga borib qolib shekilli. Bor aka, 80 75 Pilisminsk 80 Pilisminskga olsin aka. 75 dan baland deb bering. Ha, baland beramiz. 75 dan baland. Bemalol. Xudo xolasa, qo'ylar mayda-chuyda emas. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, hamma qo'y bir xil ko'rinishi mumkin. Mana aka. Lekin mana bemalol aka. Boqishaveradi. Bedani ham zo'r. Isboti bilan hurmatli obunachilar. Oborib Xudo xolasa yemga tashlasangiz ham bo'ladigan holatda, Xudo xolasa agar buni bir yil ichida boqsa agar aka buni 1 yil boqib qo'ysin, effektni zo'r beradi. O'zimizga aka 6 oyda effektini berdi bu qo'zi. Taroz yasatishadi. Ha, chiroyli qilib aka biz ham o'zimizda boqamiz-da, mana shu sortdan boqamiz aka. 6 oy boqdik, shu $1000 ustida sotyapmiz, ha? Barakasini bersin. Dumbalari ham yomon emas akalar, bo'ybaslari zo'r. Eng asosiysi sifati, rangi tiniq akalar. Masalan, ming oyoq qo'li uzun bo'lgani bilan, ming dumbalar zo'r bo'lgani bilan rangi xunuk bo'lsa ham, ha, u quruq savlat bo'lsa aka, ertaga qiyinda sotish. Har oyga odam sotadi buni. Aka, yaxshi narsa olinglar, ertaga yaxshi pul sotasizlar. Xudo xolasa. Omad sotmog'i bor-da aka, baba. To'ppa-to'g'ri. Bular qachon kelgan o'zi? Bular aka, kecha kuni yetib keldi. Sinovlardan o'tdimi? Sinovdan bemalol aka. Hali o'ylanmasdan akalarimizga tavsiya qilsak bo'laveradi. Qo'rqmay aka, qo'rqmay beravering aka. Bir hafta emas, 10 kunga beravering aka. Endi bu akalar bu badanni ko'rib, bu etni ko'rib, haligi yeb ichishini so'rash o'zi asli xato. Yu baribir yangi boshlagan akalarimizga so'raymiz. Mana aka. Ehsonga mashlarni so'yib olsa ham bo'laveradi. Bemalol aka, bemalol. Zo'r u. So'ysangiz ham borroq, boqsangiz ham liboy tariflama aka. Universal Qo'chqorlar. To'g'ri. Yo, endi masalan badanini tushuntirish uchun aytamiz-da, buni haligi semizligini tushuntirish uchun. Semiz. So'ysa ham bo'ladigan holat o'zi asli. Telefonda qanday ko'rinyapti, qanday tepasiga kelib ko'rishsin. Qisqa qilganda. Maza qilsin-deng. Narxi bilan maqtan, Bo'ldi, boshlavering narxini. Buni aka 4 ta tuyoq bitta kallada aka. Xudo xolasa narxini ularga beraylik. Qo'yding, oddiy qo'y deb beravering. Oddiy qo'y aka. U bizda zot paloncha, urug' paloncha emas aka. 5 million 48 yo'q, 4 million 600 ming so'mdan bo'lsa, kamini qilib beramiz. Kami qancha endi? Kamini o'zingiz boshlavering. 4 million 500 ming so'mdan bo'lsa olsin aka. Yana 100 o'tib bersangiz, ko'chadan bir 200-300 ming aniq arzon bo'ladi. Unda vobshim arzon ketadi. Yana bir 100 ming o'tib bering. Kanalingizga Yo, yangisiz masalan, keyingi safar videoga chiqqanda obunachilarimiz kutib tursin. Bo'ldi. Boburjonga arasharlar keldi, hisorlar kelsa, baribir aka. 100 ming so'm pul qo'lda hech bir aka. Obunachilarimiz paddechkani yorib yuborishadi, xudo xolasa. Ammo laykni bosqa obunachilar beramiz aka. Barakasini bersin. Akalar uni qulog'ini maqtanilgani yo'q. Bo'ybasini maqtanib, buni yungi unaqa bunaqa. Yo'q, qo'y o'zini o'zi maqtayapti aka. O'zbekistonda bitta deyilgani yo'q akalar. Holatiga yarasha xudo xolasa tepasiga kelib, fikringizni o'zingiz bildiraverasiz. Biz orqasiga gapirmaymiz, to'g'rimi? Jaydarsi ham aka 42, 43, 44 sotilyapti-da. Jaydarsning narxida bo'lyapti. Qo'pol qilib aytganda aka, o'g'ondan biriga topsin. Keling, ko'ring, uyingizdan mabodo sigir olaman deb chiqmagan bo'lsangiz, qo'ylar yoqish kerak, nima dedingiz? Shunday aka. Endi sigirga chiqqan bo'lsangiz endi iloji yo'q. Aka obunachini qo'ldan kelgancha eshitib bitiramiz aka. 50 ming 100 mingga qaramaymiz. Shuna bo'lamiz aka.
Endi optim shunaqa bo'ladi o'zi aslida. Shunday. Odamning yuzi issiqda kelib, "Uka, mana osh yegan qo'ling" desa, o'tib beraveramiz-da aka. Qo'ldan kelganicha ishni bitiramiz. Barakasini. Bemalol telefon qilishaversin. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi? Keyingi partiyamizga bunaqangi qoralaridan bor. Olib chiqamizmi? Ha, bularni ham olib chiqaramiz, udorlardan. Hurmatli obunachilar, kashtan ishqibozlari uchun navbatdagi partiyamiz maxsus bo'ladi. Bularni ham yoshi 6 oyda o'tgan shekilli. Ha, bular ham 6 oylik aka. Ketib 5 oylik, lekin bularning ham sifat sorti zo'r. Endi qora qo'y bo'lsa aka, hammasi ham hisari bo'lmaydi-da. Hisarini ham aka o'ziga yarasha sorti bor. Birinchi sortlaridan aka mana shular. Akalar, qaranglar, u dumbalarni qaranglar. Xudo xolasa. Birinchi sortlaridan. Buni toza kechdan. Rangini ko'rib turibsizlar. Ertadan keyin o'zi tulab, hali quyoshda ko'zni qamashtiradiganlardan. Mana, dumbasidan tulab o'zi. Qo'y yirik. Haligi yemga tayyor deyapmizmi? Bilingki 6 oy atrofida qo'ylar, hurmatli obunachilar. Hali mayda chuyda qo'y, unaqalarni hammasini ham yemga tayyor deyilmaydi. Tozasini. Mana. Barakasin bersa. Yo'q, ko'z tegmasin, haqiqiy zo'rlardan olib kelibsiz. Hali ras video qilganga yarasha haqiqiy bombalardan bo'pti. Aka, yaxshi qo'yib kelamiz. Yaxshi baja ushlaymiz aka. Hali ertaga olgan odam ham bozorga olib chiqsa, atrofidan odam ketmaydigan qo'ylar bo'ldi. Bundayda aka, meni qidirib kelishmasa ham bu so'rayga aka. Erta mana qo'yni olsa, mana shu qo'yni qidirib qo'yib kelamiz. Shunaqasini olaman deyishadi. Ha, xudo xohlasa, mana shu sortdan, o'sha boladan olaman degan obunachilar yengil qo'yib beramiz aka, buni ham narxini aka. Dumbalarni qaranglar akalar, xudo xolasa, ko'z tegmasin, sifatlari bomba. Taroziga ham xudo xolasa ertadan keyin yaxshi keladigan narsalarni 70% gacha o'zimiz aka, haligi bo'ldik. 70% gacha go'shat berdi aka poyezini. Xudo xolasa sort toza, birinchi sortlaridan. Gap yo'q. Sinovlardan o'tdimi bu ham? Ha, sinovdan aka bemalol o'tdi aka. Tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Bemalol tavsiya qilaman. Mana, kechdan. Xudo xolasa akalar, tavsiya qilaman, tepasiga kelinglar. Tanlab olaman deysizmi, optimiga olaman deysizmi, xudo xolasa qo'ylar sizlarga inshaalloh yoqish kerak. Maqsad qo'y sotish aka, bizda bilasiz-ku. Tas sotamiz. Nechta qo'yamiz narxini? Qo'yni bilgan, qo'yni tanigan insonga aka buni bir joyga qo'lni bering. Kitobda yopamiz aka. Bitta aytamiz, kitobda yopamiz aka. 4 million 300 ming so'm. 4 million 200 dan bir joyga. Yo'q aka. 4 million 200 dan. Buni bermaydi. 4 million 200 ming so'mdan. 4 million 200 dan bir joyga bo'laversin. Videom cho'zilib ketmas, yana bitta ikkita partiya chiqaraylar degan maqsadda aka yengil aytyapman-da. Yengil ketaversin mana haligi. Siz ham qattiq qilmang, olgan odam ham yengil olsin. Buni ichida 4,5 so'mdan qo'yim. Yo'q, buni ichida masalan mono qo'ylarni bitta ajrataylik mana. Mana shularni masalan 5 ham qo'yishyapti, uni yengilda mana. Hech kimdan bekitish keragi yo'q, hech kimdan bekitish keragi yo'q. Qo'yganlar 5 ham qo'yyapti. Ha, bu aka bu yerda ochiq. 42 dan yengil haligi soting. Qutuling demay. Sotiladimi aka? 4 million 200 ming so'mdan barbar aka. Aloqangiz qiyin, hurmatli obunachilar. Boya aytganlaridek optim oladigan akalarimizga xudo xolasa bir chiroyli qilib xursand qiladigan narxlar qilib berasiz. Qo'ldan kelganicha. Alo, uka, ish qo'ying, 20 ta qo'ying, yo'qdi deysa bo'ldi aka. Inshaalloh ish bitadi akalar. Ish bitadi. Avvalo tepasiga kelib ko'ring. Mana qo'limda turgan narsani odam ishlab chiqarganda telefonni ham ko'z bilan ko'ring, xudo xolasa ketkizgan vaqtingizga achinmaydigan narsalar. Tavsiya qilaman akalar. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi? Keyingi partiyamizga puli yengillar aka. 4 pastda bor. Ularni ham olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, sariq qo'chqor ishqibozlari bo'lsa, bugun ishlaring bitmasdan qolmaydi. Sababi videoni boshidan beri ko'ryapsizlar, 95% sariq qo'ylar chiqadi. Yaxshi qo'yib kelamiz-da, chirada sifat. Hali yana davomi ham bor dedingiz-a? Davomi bor aka. Ikkinchi filialimizda ham qo'y bor, bir ekiz bosh. Qo'ydan muammo yo'q. Faqat shu sariq sorta qo'ylarida. Hurmatli obunachilar, sizlarga bitta tavsiya. Endi bugun qo'y olasizmi, ertaga qo'y olasizmi bilmayman. Ekrandagi nomerlarni bir saqlanib qo'yib, ha. Xudo xolasa, telefoningizga saqlab qo'ysangiz, erta-indin qo'y kerak bo'lgan paytda buni videoni qidirib qolishmaydi. Alo deyishadi. Shu 17:00 o'zimnik aka. Bemalol. Alo uka deysa, qo'y problemasi yo'q aka bizda. Yil 12 oy bo'ladi. Ha, faqat bo'ladi aka. Raza tovuq bo'lmay qolganda uyda boquvda qo'ylarni sotib beraveramiz aka. Beraveramiz. Ishni bitirib beraveramiz. Qo'y tugab qolsa-ding. Ha, qo'y tugamaydi lekin. Barakasini bersa. Necha oylik bular? Bularda aka yosh o'rnidan 5 oylikka beramiz. 5 oy, 4 oydan o'tgan. 4 oydan o'tgan aka. Da xolasa endi bundan bari kanikul. Bolalaringizga bering hoji aka, da xolasa 2 ta 3 ta 4 ta qilib Xudo bergin deb qoladi. Ariqni bo'yda ham qon do'yaradi. Ha, Xudo bergin deb qoladi-da aka, bundan bari. Yarim soat, 1 soat boqib kelib turishsa aka. Narxini qulayga beraylik ya. Ertadan keyin kuzga chiqib qolsangiz, hadamay ko'zga ko'rinib qoladi. Aka, Xudo xolasa boqsin. O'sha
dekabr oylarida o'zi 7-8 million bo'lib qoladi. Xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha. Endi sababini qilish kerak buni. Boqish kerak. Sababini qilish kerak. Qarash kerak. Ha, qo'ydi olib borib qo'ydim deb tashlab qo'yilsa bo'lmaydi aka. To'g'ri. Orqaga ketadi. Boqish kerak. Xudo xolasa bir kishi olsin buni ham aka. Hop, narxini 3 million 700 ming so'mdan beramiz aka. Xo'p. Bu sizga kinoni qo'yib 3 million. Endi qarang, optim olsa xayrini qilib berasiz-da, bir kelishtirib berasiz. Qo'lni bering. Hop. Telefon qilsin aka, qilib beraman. Ya mashina o'tib qo'yaman. O'ting bo'lmasa. Bir joyga 36 dan. Barbar aka. Akalar mana haligi. Shuni 700 dan qo'ymoqchimiz o'zi 36 da mana og'odan baraka topsin. Bular bo'lmas gaplarni kerak yo'q. Dangal kesib savdoni akalar hamma yaxshi ko'radi menimcha. Inshaalloh mana ekrandagi nomerlarga aloqa chiqib savdosini qilinglar. Bizda yana bitta partiya bor adashmasam. Aka bir partiya udorlaridan bor. Olib chiqamiz ularni ham. Ha, ularni ham ko'rsatamiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, rangini, tiniqligini qaranglar bularni. Xudo xolasa hamma partiyalarimizni rang ro'yi sifatidan muammosi bo'lishi mumkin emas. Behijolat aka, qo'ydi yaxshisi zo'rini olaman. Bosh Bobirjon ukamni olaman degan obunachi yuragi tuyib kelaversin aka. Xudo xolasa haligi qo'ydi yaxshi tushunadigan odam bilan kelib bir tekshirtirib olsangiz bemalol aka, kerak bo'lsa aka qo'ydi bor, shuni shprisda qonundan beraman. Qonundan analiz qilib aka bularga ko'rishaveradi. Bemalol. Ha, bemalol aka. Qo'zlar haligida ishonyapsiz, aytyapsiz aka. Buni effekti bor, o'zgarishi bor, sorti borlar uchun katta-katta gapiryapsiz aka. Ko'rsatmasin, barakasini bersin. Son nechta buni? Son aka 18 dona. 18 ta. Ha, 9 ta irg'achisi bor aka. Ha. 9 ta qo'chqor, 50. Bir dona olasidan bor, udoridan aka. Uni ham o'sha ko'rsataman. Ketdan akalar. To'royga borganmi? Bular aka 4 oylik, oldi 5 oylik qo'zi. Ha, 4 oyda o'tganlari bor. Ha, bor aka. Lekin sifati aka addini tema. Har tarafdan ko'rishlaring mumkin. Buni ko'ring aka. Mana. Buni basharasini ko'ring, tozaligini. Zo'r akana qo'ylar. Xolos zo'r. Yeb ishlari sinovdan o'tgan. Aka bemalol. Tavsiyani orqa oldiga qaramasdan o'ylanmasdan qo'ysak bo'laveradi. O'qimay beravering aka. Endi baribir o'zimizdan aka-ukalar so'rashadi-da, begona so'ramaydi. Oson bo'laveradimi o'sha yerda so'rash? Savdogar akalarimizga tavsiya qilaveraman. Bemalol. Tepasida noni bor aka. Nech puldan qo'yamiz? Narxini aka, videoni cho'zmaymiz, tas-tas aytamiz, kitob bekitamiz aka. Men qo'ydi ham stop ketyapti-da. 3 million 600 ming so'mdan bo'lsa qo'lda bering. Hop. O'zlari telefon qilsa o'zlari yozma yo'l qilib beraman. Barbar aka. 3 million 600 dan o'tib beriladi. Akalar endi qaranglar. Bitta narsani solishtirib olinglar. Ko'cha-ko'yda masalan jaydari qo'y, boshqa qo'y, bemalol holatiga narxini solishtirib ko'raveringlar. Raqobatga chidaydi, xudo xolasa. Ha, bemalol aka, qo'y arziydi. Arzimasa bu havodan qo'ymaymiz aka bu narxda. Xudo xolasa, lekin og'a odam zo'r baraka topadi. Inshaalloh. Bu aka 4 million ustida ishlayapti-da, 3 million 600 ming so'mdan sotamiz maqsad. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab o'ylanishmasin ketaveradi. Qilib beramiz-a? Qilib beramiz aka. 5-6 ta bo'lsa Samarqandingizga ketaveradi-a? Qilib beramiz. Telefon qilishaversin aka, bugun qo'y sotamiz. Real qo'y sotamiz. Akalar, xudo xolasa ekranda nomerlar turibdi, aloqaga chiqib savdosini qilinglar. Dastavkalardan, garantiyalardan umuman muammosi bo'lishi ham mumkin emas. O'ylanib ham o'tirmanglar, xudo xolasa. Vaksinalarni ham bo'risa qilib beryapmiz aka. Vaksinasiyaga o'tiradi. Vaksinalarni ham qilib beryapmiz. Ko'zlarning oldida tas urib beramiz. Barakasi bersin. Bemalol aloqa chiqishaversin aka. Boqib bermas ekansiz xolos-da. Ha, qo'rg'onga borib chiroyli qilib qamab beryapmiz aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sizlarni unaqa ko'p kuttirmaymiz. Xudo xolasa, videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Qo'rada hali videoga chiqmagan bir 200 dan oshiq qo'y bor. Bor, serap. Inshaalloh kesalaring. Mana damini olyapti aka. Xohlasalaring bu qo'radan, xohlasalaring nari qo'radan. Qo'ldan kelganicha ishni bitiramiz. Kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, uka deb telefon qilishaversin. Barakasi bersin. Akalar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.